Assalomu alaykum hammaga. Bugun Demet tizimida shifoxonada yotgan bemorlarga turdosh mutaxassislar ko'rigini tashkillashtirish ko'rib chiqamiz. Buning uchun Demet tizimiga kirib olamiz. Kerakli bemorni topib olamiz. Kasalxona. Qutluyib Qurvandurda. Xo'p. So'rov rejasi. Uchrashuv bepul yozish. Zarur mutaxassis familiyasi, ismi sharifi yoziladi. Ahamiyat beriladigan joyi mutaxassis qayerda ishlaydi? Ko'p tarmoqli poliklinika. Qabul joyi kasalxona. Qabul qo'shiladi. Mana shunaqa qilib har bitta mutaxassisi ko'rigini tashkillashtirish mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.